O'zbekistonda shaxsga doir ma'lumotlarning tarqalib ketishi, internetga tarqalib ketishi jarayonida xakerlar hujumi bu haqida juda ko'p ma'lumotlar berilmoqda internetda. Mana hozir ham ular 200 ming yevro talab qilishmoqda mana shu ma'lumotlar uchun. Endi o'zimizga ehtiyot chora sifatida nima qilishimiz mumkin? Hozirda aytilmoqda 17 tizim orqali shaxsiy ma'lumotlarni cheklash, Maykov orqali kreditga taqiq qo'yish hamda bank ilovalari orqali ham kreditga taqiq qo'yish imkoniyatlari bor. Bu haqida ham banklar ham ogohlantirmoqda. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, bu hozirda juda jiddiy muammo hisoblanib turibdi. Chunki kishining nomiga kredit rasmiylashtirish bu juda katta jinoyat hisoblanadi. Endi buni bizga o'zimizni ehtiyot choramiz sifatida nima qilishimiz mumkin? Mana Play Marketdan Katim ilovasini yuklab oldik. Bunda ilovada quyidagi menyular mavjud. Asosiy menyular mana kredit tarixi, friz va SMS xabarnoma xizmati hamda kreditga taqiq xizmatlari mavjud. Kredit kalkulyatori ham mavjud. Bizga kerak bo'ladigan xizmat kreditga taqiq qo'yish xizmati hisoblanadi. Buni bosganimizda mana faol turibdi menda. Sizda ham mana shu jarayon faol holatda bo'lishi shart. Endi friz va SMS xabarnoma xizmati ham mavjud. SMS xabarnoma xizmatini ham faollashtirib qo'yamiz. Friz xizmatini faollashtirishimiz uchun SMS xabarnoma xizmati yoqilgan bo'lishi shart. Bu xizmat faollashtirish pulli hisoblanadi. To'lov summasi 13.840 tiyin. Bu xizmatni faollashtirib qo'yganimiz ma'qul. Bu o'zimiz uchun ham foydali.